Murod Xonto'rayev o'zlari Murod akam, rahmatli Xonto'rayev o'zlari shaxsan Abubakir, men ko'ryapman hozir 200 tadan ortiq medal, 12 ta yoki 13 ta kamar sanadim, lekin shuncha medallarning ichida sen uchun qadrli bo'lgan medallar qaysi medallar? Jahon chempioni. Bu 2025-yilda MMA bo'yicha mana olgan jahon chempionatidagi qadrli medal. Yana qaysi biri? 2023-yilda Osiyo bo'yicha grappling bo'yicha o'zingning yo'nalishing bo'yicha olgan medal, jahon oltin medali. Uje 14 yoshida mana 2 karra jahon chempioni. O'zlaring ko'ryapsizlar. 2023-yilda grappling bo'yicha jahon chempioni, 2025-yil MMA bo'yicha jahon chempioni. Jahon chempionini unvonini aytishimiz oson, lekin buni mashaqqati, bunga erishishni faqat sportsmen biladi va uni trenerlari, ota-onasi biladi. Kamarlaring ichida sen uchun qadrli kamar qaysi kamar? Murod Xonto'rayev o'zlari Murod akam, rahmatli Xonto'rayev o'zlari shaxsan senga taqdirlagan kamar shu. Sen uchun qadrli. Yaqinroq olib kelasiz. Mana 2021-yil Qo'qon shahar hokimi turnirida chempion bo'lganda rahmatli Murod Xonto'rayev sportsmenimiz O'zbekiston ayiqlari shaxsan o'zlari topshirgan ekanlar. Murod akam Xonto'rayevni muxlislari bo'lsa, bitta bu videoga olovni qo'yib, like qizartirib ketamiz. Bu nafaqat sen uchun, bu ancha-muncha sportsmen uchun qadrli bo'lsa kerak.